Assalomu alaykum, men Bozor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW 34, narxi $4000. Hop, mashinamizning ma'lumotlari 91-yil, ML 2 litr bezvanus. Dokumentalniy propanda mashinamizda yaqinda yangi propan qilib qo'ygan ekanlar. Asvejit qilingan mashinamiz yaqinda. 18 dyumdagi diskalarni ham septirib chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Mashinamizning lyuklari mavjud. Old orqa bamperlari M, ustki morda. Orqa spoilerlar qo'yilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Orqamizda ozgina pul zarur bo'lib sotuvga olib kelgan ekanlar. Salon qismini ko'rsataman. Mashinamiz zadniy dushi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, patologlar qoldirilgan. Restoran salon. Salonida bir ikkita mayda-chuyda ishlari bor ekan. Kelib bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Tabloda probegini ko'rsatmadi. Aniqlaymasam, konditsioneri bor ekan. Konditsioner remen qo'yib yuborish kerak ekan. Bemalol kelib ko'rib tekshirib xarid qilsanglar bo'ladi. Akam aytdilar, zimniy diska balonlari ham bor ekan. Qo'shib beraman deyaptilar. Rahmat e'tibor uchun, sog' salomat bo'linglar.